Yenmasant MCC Innovatsion korxonasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PP-307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2022-yil 6-sentyabrda tashkil etilgan. Korxonaning maqsadi raqamli texnologiyalar, intellektual tizimlar va zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan iborat zaruriy infratuzilmalarni shakllantirgan holda mahalliy va xorijiy investorlar hamda mamlakatimizdagi investitsiya talab etadigan obyektlar uchun raqamli konsalting va servis xizmatlarini ko'rsatish, investitsion obyektlarga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha biznes loyihalarini ishlab chiqish, mamlakat investitsiya muhitini rivojlantirishga qaratilgan raqamli smart mobil tizimli pullik xizmatlarni ko'rsatishni tashkil etishdan iborat. Yenmasant Innovatsion korxonasi o'zining Yenmasant Smart mobil ilovasini ishlab chiqqan. Yenmasant mobil ilovasi yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlovchi yoki mavjud faoliyatini kengaytirish istagi bor bo'lgan tadbirkorlar hamda investitsiya kiritish istagi bor bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan. Mazkur ilovadan foydalanish jarayonida foydalanuvchi ilovada mavjud bo'lgan investitsion obyektlar ro'yxati va ularning birlamchi ma'lumotlarini bepul ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ilova foydalanuvchilarga asosiy xizmatlardan tashqari pullik xizmat shartnomasi bilan quyidagi qo'shimcha xizmatlarni taklif qiladi. Obyekt yaratish va rivojlantirish bo'yicha maslahatlar, jumladan tadbirkorlik faoliyatini yaxshilash va rivojlantirish uchun ekspert yordami, biznes reja yaratish, jumladan investitsion obyektlar va loyihalar uchun professional biznes reja tayyorlash, reklama va targ'ibot xizmati, jumladan loyiha yoki obyektni ilovada e'lon qilish va targ'ib qilish, qo'shimcha uskuna va jihozlarni sotib olish bo'yicha ko'rsatmalar, xususan zarur texnika va vositalarni tanlash va xarid qilish yo'l yo'riqnomasini ko'rsatish. Ushbu xizmatlar foydalanuvchining yozma roziligiga asoslangan holda amalga oshiriladi. Har bir xizmat uchun alohida bayonnoma tuziladi. Xizmat ko'rsatishdan oldin tomonlar o'rtasida shartnoma rasmiylashtiriladi. Ushbu shartnoma tomonlarning kelishuvlari, xizmat ko'rsatish jarayoni va natijalar bo'yicha mas'uliyatlarni aniq belgilaydi. Ana endi Yenmasant Smart mobil ilovasi bilan batafsil tanishib chiqamiz. Dastlab ilovani Play Marketdan yuklab oling. Ilovaga kirishdan oldin o'zbek, rus yoki ingliz tillaridan birini tanlang. Keyin ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlang. Ro'yxatdan o'tishda email pochta manzilingiz, parolingiz va INN, ya'ni soliq to'lovchining identifikatsion raqami ma'lumotlarini kiritishingiz talab etiladi. Ro'yxatdan o'tish jarayonida ommaviy ofertaning shartlari bilan tanishib chiqib, tasdiqlashingiz so'raladi. Muvaffaqiyatli kirgandan so'ng bosh sahifa ochiladi. Bosh sahifada xarita joylashgan bo'lib, unda investitsion obyektlar ko'rsatilgan. Xaritaning o'ng yuqori burchagida hududlar va obyekt turlari bo'yicha filtrlash imkoniyati mavjud. Bosh sahifaning chap yuqori burchagida esa menyu joylashgan. Menyu bo'limida foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan email manzili, ism-familiya, shuningdek, rasm kabi shaxsiy ma'lumotlarni ko'rish yoki o'zgartirish imkoniyatiga ega. Menyuning pastki qismida esa foydalanuvchi o'z hisobidan chiqish tugmasi joylashgan. Onlayn vositalar bo'limida ilovaga ulangan faol qurilmalar ro'yxati aks etgan. Ilova interfeys tili o'zbek, rus yoki ingliz tiliga o'zgartirish mumkin. Foydalanuvchi parolni o'zgartirish imkoniyatiga ham ega. Ilovada aqlli yon daftarcha bo'limi mavjud bo'lib, bu yerda foydalanuvchi kunlik qaydlarni yozib borishi mumkin. Xabarlar bo'limida esa investorlar va obyekt egalari o'rtasida chatlar hamda yangi qo'shilgan innovatsion obyektlar bo'yicha bildiriqnomalar ko'rsatiladi. Agar foydalanuvchida ilova admini bilan bog'lanish istagi paydo bo'lsa, menyuda ko'rsatilgan Gmail yoki telefon raqami orqali bog'lanish imkoniyati mavjud. Menyuning oxirida ilovadan foydalanish yo'riqnomasi ham mavjud bo'lib, foydalanuvchi uchun batafsil ko'rsatmalar taqdim etiladi. Kalkulyator bo'limida foydalanuvchi foyda va jami summa haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Buning uchun foydalanuvchi dastlabki to'lov summasini, investitsiya turini, investitsion foiz va davrini kiritish lozim. Kalkulyator 4 xil valyutada hisoblash imkoniyatini taqdim etadi. Ilovaning qo'shish bo'limi foydalanuvchilarga o'z loyihalari va investitsiya obyektlari haqida to'liq ma'lumot kiritish imkoniyatini beradi.
Ushbu bo'lim 3 ta asosiy qismdan iborat: umumiy ma'lumotlar, loyiha haqida ma'lumot va moliyaviy ma'lumotlar. Har bir qism foydalanuvchining loyihasini batafsil taqdim etishga mo'ljallangan. Umumiy ma'lumotlar qismi loyihaning asosiy ma'lumotlari kiritiladi, jumladan kompaniya nomi, loyihani amalga oshirayotgan tashkilot nomi, tashkilotning huquqiy shakli, masalan, MCD, AJ yoki boshqa turdagi tashkilot shakllari, faoliyat sohasi, tashkilotning qaysi sohada faoliyat yuritishi ko'rsatiladi, infratuzilma va xodimlar soni, loyihaning mavjud resurslari va ishlayotgan xodimlar soni kiritiladi. Manzil, loyihaning aniq geografik joylashuvi qo'shiladi. Loyiha haqida ma'lumotlar. Loyiha haqida ma'lumotlar qismida loyiha bilan bog'liq batafsil ma'lumotlar kiritiladi, jumladan ishlab chiqarilgan mahsulotlar haqida ma'lumot, loyihaning asosiy mahsulot yoki xizmatlari, loyihaning quvvati, loyihaning ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish imkoniyati, shakllanish sanasi, loyiha boshlanish sanasi, umumiy yer maydon va bino maydoni, loyiha uchun ajratilgan maydonlar haqida ma'lumot, texnologik jihozlar mavjudligi, loyihada foydalanilayotgan asosiy texnologiyalar ro'yxati, obyekt fotosurati, loyiha obyektining haqiqiy ko'rinish aks etuvchi rasm joylashtirish imkoniyati, sotiladigan mahsulot katalogi va kadastr fotosuratlarini kiritish talab qilinadi. Moliyaviy ma'lumotlar. Moliyaviy qismida loyiha bilan bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlar kiritiladi, jumladan mahsulotdagi eksport ulushi, jalb etilgan investitsiyalar miqdori, loyihaga qanchalik investitsiya jalb qilinganligi, valyuta tanlash, moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash uchun valyuta turini tanlash imkoniyati, ustav kapitali, tashkilotning umumiy kapital hajmi, investitsiyalar yo'nalishi va miqdori, bunda investitsiyalar mablag'lari va ularga qaratilgan yo'nalishlari, asosiy ta'sischilar ulushi, ta'sischilarning ustav kapitalidagi ulush va ularga oid ma'lumotlari. Ushbu bo'lim foydalanuvchilarga o'z loyihalari haqida to'liq ma'lumotlarni tartibli kiritish va saqlash imkoniyatini beradi. Bu ma'lumotlar investorlarga loyiha haqida to'liq tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Ilovaning obyektlar bo'limida foydalanuvchilarga turli investitsion obyektlar haqida ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Ushbu bo'limda obyektlar turkumlarga ajratilgan bo'lib, foydalanuvchi o'z qiziqishiga mos obyekt turini tanlashi mumkin. Obyekt turlari: savdo, qurilish, ta'lim, transport, logistika va axborot texnologiyalari sohalari mavjud. Har bir sohada o'sha soha bo'yicha obyektlar va ular haqida ma'lumotlar jamlangan va har bir obyekt egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish uchun xabar yozish tugmasi mavjud. Ilovaning yangiliklar bo'limida esa turli investitsiyaga oid yangiliklar berib boriladi.